Jahongir yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning samaradorligini ta'minlashda deputatlik korpuslarining faoliyatini alohida ta'kidlash joiz. Bugun o'z qarashlari, fuqarolik pozitsiyalariga ega hamyurtlarimiz maqsadi va g'oyasi mushtarak bo'lgan siyosiy partiyalarning tarkibida xalqimiz ishonchini oqlash borasida astoydil mehnat qilmoqdalar. Aholi bilan o'rnatilgan muloqot mavjud muammolarni kabinetda emas, joylarga chiqib bartaraf etish amaliyoti deputatlarning mavqeini oshirdi. Mavzu jurnalist Mohigul Otamurzayeva tomonidan tayyorlangan lavhada davom ettiriladi. O'zbekiston Ekologik partiyasi Andijon viloyati kengashi tomonidan joriy yil davomida partiyaning dasturiy maqsad va vazifalaridan kelib chiqib, atrof muhitni muhofaza qilish, ekologik madaniyatni yuksaltirish, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish hamda aholining ekologik faolligini oshirish yo'nalishlarida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Xalq deputatlari viloyat hamda tuman va shahar kengashlaridagi partiyadan saylangan deputatlar tomonidan deputatlik faoliyati izchil olib borildi. Xususan, viloyat kengashi deputatlari tomonidan bitta, tuman va shahar kengashlari deputatlari tomonidan esa 84 ta deputatlik so'rovlari yuborildi. Ushbu so'rovlarning aksariyati ijobiy hal etilib, qolganlari bo'yicha tegishli tushuntirishlar berildi yoki ijro jarayonida nazoratga olindi. Joriy yil davomida aholining ekologik ongi va madaniyatini oshirishga qaratilgan targ'ibot tadbirlariga alohida e'tibor qaratildi. Ekologik barqarorlikni ta'minlash, yashil tashabbuslarni kengaytirish va aholining ekologik mas'uliyatini oshirish borasida aniq natijalarga erishildi.